aytamanki eng mehnatkash pul topadigan xalq bizani xalq. Lekin shuni saqlab qolish bilmaydi. Saqlab qolib ko'paytirish o'rgansa, tasavvurga qanaqa boy xalq bo'ladi. Bugun oddiy o'zbek fuqarosiga bir xil payt mani uchun ham темный listda Tesla'ga aksiyasiga tikdim, Apple'ga tikdim, bu tikdim desa, men bilmayman deyman. Ishim tushmagan. Men O'zbekistonda qanaqa pulni 100 so'm, 200 so'm, 200 so'm, 400 so'm, 1000 so'm, 2000 so'm qilishi ilmidan otamizdan o'rganib bugungacha keldik. Oddiy misol 2023-yilda Coca-Cola'ni CEO'si $56 million sof foyda ko'rdi. 2023-yilda 56 million sof foyda ko'rdi. Ular shu Coca-Cola kompaniyasi investitsiya qilgan Warren Buffett shu yil o'zida 560 million foyda qildi. Va bugun savdo sotiq yetarli emasligini tushunyapti tadbirkorlar. Bugun pulini to'g'ri boshqarib, aql bilan, ya'ni don't work hard, work smart rejimda ham buni qilamanmi, qilmaymanmi? Investitsiya qachon foydasi, mazasi seziladi? Uzoq muddatda. Ya'ni 95% aholi uchun $1 million fantastika. Ya'ni ya menga emas, skoriy shu yerda $1 million topayotgan odamlar skoriy shu ko'zi uchta, yo shunaqa super qanaqadir mahorat. Aslida to'g'ri rizq Allohdan, lekin sababda o'sha sababini qilsa, sabab bilim orqali bo'ladi-da. Intizom, sabr ikkita narsa bo'lsa, qolganini men senga o'rgataman. Investitsiya qilib borasan, xudo xolasa millionga chiqasan. Biz egalarni nima uchun korxonasida pulini boshqaruvda ham muammo? Chunki shaxsiy puli bilan korxonasining pulini cash qilib yuborganlar ko'p. Assalomu alaykum azizlar, do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bu efirimiz eksprompt efir bo'lyapti. Men xudo xolasa bir narsani niyat qildim. Biz chunki may oyida bizni 8-9 mayda bepul onlayn darslarimiz bor. Ommaga, ya'ni pulni boshqarish mavzusida, lekin may o'rtasidan ham shaxsiy pulni boshqarish xohlaganlar uchun onlayn darslarimiz bo'ladi va biznes egalari uchun offlayn, ya'ni tijoratini pulini boshqarish bo'yicha 5 hafta 10 kunlik, ya'ni har shanba, yakshanba darslarimiz bo'ladi. Pulni boshqaruv deganda shaxsiy puli bilan korxonasiligini alohida qilish kerak, qaysi hisobotlarni o'qish kerak, A nuqtasi qayerda, B nuqtasi qayerda, maqsadi nima degan mavzularning ichida juda ko'p masalalar bor. Bu jumladan soliq masalasini mana Murod aka Muhammadjonov bilan yana bir, ya'ni xarajatlarni doimiy o'zgaruvchan xarajatlari Umidjon akalar bilan gaplashgan edik, lekin o'zim uchun har doim O'zbekistonda shu mavzuni mendan zo'rroq yoritadigan yaxshi ekspertlar kim, shu ilmni amaliyotda bir tajribasi bor ustozlari kim deb qarab yuraman va bir yaxshi akamiz borlar, mana yonimda o'tiriblar. Ravkat aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ravkat aka, Busakov, biz bir-ikki ko'rishgan edik. Bugun efirimiz mana eksprompt hech qanaqaligi rejasiz bo'lib ketdi. Men sizni ko'rganimdan xursandman. O'zingmi? Hozir sizni auditoriyamiz taniganlardan ko'ra tanimaganlar ko'p bo'ladi. Bir qisqacha biografiyangizni aytib olsak, keyin men sizni savollarim bor, o'shanga xudo xolasa o'tiramiz. Marhamat, o'zingizni bir tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Ravkat Busakov, Yaponiya va Amerika tajribasiga ega 17 yillik investorman. Tajribam davomida xuddi 14 yil Yaponiya elchixonasida ishladim. 14 yil Yaponiya elchixonasida ishlab turib, investitsiya Yaponiyada boshlagan bo'lsam, sekin-sekin bu sohani mukammal o'rganib, investitsiya qila boshladim va alhamdulillah 2022-yil kelib moliyaviy erkinlikka erishib, Yaponiya elchixonasi bilan yaxshi munosabatda xayrlashib, mustaqil hayotga qadam qo'ydim. Shundan boshlab 2024-yildan boshlab shu bilimlar bilan aktiv ulashishni boshladim. Offline, onlayn shogirdlar chiqarishni boshladim. Avvalambor shogirdlar chiqarishni do'stlarimdan boshladim. Keyin qarasam yaxshi natija do'stlarim olishni boshlagandan keyin uni ko'proq xalqqa tatbiq qilishni boshladim va bugungi kungacha 2000 dan ortiq shogird chiqarishga nasib qildi. Yaponiya elchixonasi dedingiz, O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasidami yo Yaponiyadagi O'zbekiston elchixonasi? O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasi. Ishladingiz. U yerda nima lavozimda ishlagansiz? Konsullik bo'lim boshlig'i. Zo'r. Men ko'p kirganman Yaponiya elchixonasiga. Mana sizni ko'p ko'rganman. Shunaqami? Faqat qora oyna bo'lganligi siz meni ko'rmaysiz, men sizni ko'raman. Balkim siz bo'lgandirsiz. Husan aka deb yaxshi muomala qilib. O'g'limni yuboruvdim, ana sertifikat olib keluvdingiz. Qabul qilib beruvdik, o'shangiz mana o'g'lim Yaponiyaga ketyapti o'qishga. Qarang, bir hikmat aka, men endi bilaman o'sha insonsizligingizni. Ravkat aka, men siz haqingizda o'g'lim orqali yaxshi fikrlarga ega bo'ldim, chunki sizni darslaringizga qatnashdi.
sizni darslaringizda o'sha biz ham qaysidir ma'noda o'zimiz darslarda bo'lishgan haligi Robert Kiyosakini kvadrant potokalarini zo'r tushuntirdilar boshqalarda, ya'ni xalqimiz bo'ladimi, umuman Amerika bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, O'zbekiston bo'ladimi, istalgan joyda 80% aholi kamida oylikka ishlaydigan insonlar bor. 10-15% insonlar tadbirkorlik qiladi va keyin katta kurukka chiqadigan tizimli biznes nimaga o'tgan insonlar bor. Men hozir buni detaliga kirmayman. Biz xudo xolasa may oyida ommaga shundoq bepul 2 kunlik dars qilamiz. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, mana shu bir paytlar men ham oylikka ishlaganman, keyin hozirgacha kichik biznesimizni operatsionkasida bo'lsam, 100 tami, undan ko'p xodim bo'lsa ham men baribir haligi S qismidaman, chunki men biznesni ichidaman, lekin har bir inson xohlaydiki passiv daromad topishni, bir kun kelib ishlamasam ham pul kelsin deydiganda, yo katta biznes tizimli biznesga o'tish kerak. Uni bilimini men oxirgi 2-3 yil o'zim o'qib, ancha korxonalarga nima qildim va keyin yetib mana shu oylikdan bo'ladimi, bu biznesdan bo'ladimi, katta biznesdan bo'lsa, orttiradigan daromadni mayli недвижимостьgami, aksiyagami, boshqagami tiksamu, bir kun kelib men charchaganimda, ya'ni 50 ga kiramizmi, 55 ga kiramizmi, pul yetarli darajada kelsa-yu, men yoqmagan ish qilmasam, men faqat yaxshi ko'rgan ishimni qilsam deydigan orzu har bir insonda bo'ladi va sizda shuni amaliy ilmini borligini menga o'g'lim zo'r tushuntirdilar. Недвижимостьlarni tahlilini qilib berdilar, aksiyalarni tahlilini qilib berdilar, O'zbekistonni va dunyo bozorlarini tahlilini qilib berdilar degani uchun xo'p desangiz, men sizni o'sha offlayn darslarimizda biznes egalari bilan bo'ladigan bir 100 ga yaqinmi, ko'proqmi biznes egalari, tadbirkorlar keladi. Chunki bular hammasi tizimli biznesga o'tmoqchi va bular orttiradigan mablag'imni bir kun kelib qayerga tikkanim to'g'ri degan savolga javob qidiradi. Va bu bilimni sizda borligini meni o'g'lim aytdi. Sababi men 27 yil biznesda bo'ladigan bo'lsam, ikkalasini qilganman va nima uchun bolalarim bu yoqdagi katta kurukka ilmini o'rgansin. Biznesni tizimli boshqarish ilmini men o'zim o'qigan ilmni beryapman. Aksiya boshqalarning ilmini mana sizda bordi, boshqa mana shu yaxshi sohani bilgan insonlarga borgani uchun bu odam zo'r ekan degan gap aytdi. Men sal kirishim ko'proqdir. Men xohlagan narsa o'sha bizni 100 kishilikmi, plus minus tadbirkorlar keladigan auditoriyaga sizni qaysi ilmingiz asqotishi mumkin. Chunki bugun o'zidan $1000mi, $5000mi, $10000mi orttirib, pulimni domga tikaymi, biznesimga tikaymi, aksiyaga tikaymi, lekin bilimim yo'q, qaysi to'g'ri. 1 yil oldin domga tikkanda bilim, hozir shoshmaydi endi deyapman. Men o'zim ham. Shuning uchun sizning fikringizni men bilmoqchiman va kuchli joyingizni ochmoqchiman bu xonada. Shaxsiy fikrim, investitsiyani barcha odam qilish kerak. Pul topish qobiliyati bormi? Investitsiya qilish kerak. Davlat ishida ishlaydigan, yangi oylikdan oylikgacha yashaydiganlar, biznes qiladigan insonlar barchasi investitsiya qilib qo'yish kerak. Nega? Chunki aynan bu soha oxir-oqibat ularni passiv daromadga olib keladi. Qanday qaramaylik, 500 kishilik biznes egasi bo'lsa ham, aktiv harakat to'g'rimi? Qachonki siz investitsiya qilib qo'ysangiz, o'sha kompaniya o'zi ishlaydi. Ular harakat qilishadi, boshlig'i qiynaladi, lekin sizga dividendlar beradi. Siz hech narsa qilmaysiz. Oddiy misol, 2023-yilda Coca-Cola'ni CEOs $56 million sof foyda ko'rdi. 2023-yilda $56 million sof foyda ko'rdi. Ular shu Coca-Cola kompaniyasiga investitsiya qilgan Warren Buffett shu yil o'zida $560 million foyda ko'rdi. 10 barobar ko'p. Investor sifatida. Endi ikkalasi farqi nima? Bu kishi auditoriya bilan ishladi, anaqa ishchilar bilan ishladi, u biznesmenlar biladiki, ishchilar bilan ishlash eng qiyin. Bu kishi esa hech narsa qilmadi, passiv daromad oldi. Nimaga olib kelman? Odamlar o'zini ishini yaxshi ko'radimi yoki faqat pul uchun ishlayaptimi shu ishda? Qat'iy nazar investitsiya qilib qo'yish kerakki, chunki investitsiyadan kelayotgan daromad xotirjamlik beradi. Biz ertaga kasal bo'lib qolishimiz mumkin va o'zimiz ishimizga yaroqsiz bo'lib qolsak, hech kimga kerak emasmiz. Lekin investitsiya qilib qo'ygan bo'lsak, bu pul bizani boqib turadi. Shunaqa. Shuning uchun bu sohani yaxshilab o'rgansa, endi investitsiya sohasida albatta o'zini yarasha podvodniy kamnilari bor. Ko'p aksiyalar afsuski nojoiz hisoblanadi. Chunki o'sha alkogol, 18+ yoki qurol-yarog' yoki boshqa shar'iy jihat to'g'ri kelmaydigan narsalar bilan savdo-soda qilishadi. Aynan shuni filtrlash, qanday qilib to'g'ri filtrlash haqida o'zim shaxsiy yaratgan Excel faylda filtrim bor.
u bilan xudo xohlasa bo'lishaman. Bahamiz. O'shlaringiz bilan juda foydali bo'ladi. Bu filtr butun dunyo bo'yicha qaysi kompaniyaga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, uni filtrdan o'tadi. Ya'ni faqat Amerika bozori emas, butun dunyo bo'yicha. Chunki отчетlar topshirganda o'sha GAP degan отчет bor. U standart, bir xil standart bo'ladi. O'sha standart bo'yicha hisoblanib chiqiladi va bilinadi bu kompaniya joizmi, nojoizmi. Bu videoni maxsus shu yerda to'xtattirdim. Agar sizda ham hayotingizda shaxsiy pulingizni boshqarishda muammo bormi, qarzlar bo'yicha muammo bormi, tijoratingizni pulni boshqarishda muammo bormi? Zo'r xabarim bor. Biz o'tgan yil mana shu paytlarda Murod aka Narzullayev moliyachi akamiz bilan 1 oylik dars o'tgan edik pulni boshqarish bo'yicha. Uylanmay iltimos qildim, aka shuni 1 oylik darsni qilaylik. Oldindan qilaylik, odamlarda, tadbirkorlarda ehtiyoj katta dedim. Agar shu ilm menga qiziq, qadrli desanglar, zo'r xabarim bor. Hozir mana shu tez kunlar ichida ro'yxatdan o'tsanglar, eng zo'r, eng bomba narxlar bilan shu darslarni qo'shilib olib, rejaga kiritishingiz mumkin. Sekaromlini zarabotinni deydi. Tejalgan pul, demak, bizni ishlagan pulimiz bilan teng bo'ladi. Menga qiziq desanglar, mana shu video tagida link qo'yishadi, shogirdlarim shunday linkni bosib, ro'yxatdan o'tib, oldindan to'liq o'qisanglar, ancha pulinglarni tejaysizlar. Xudo xolasa, may oyidan boshlab 5 hafta 10 ta offline darslarimiz yoki onlayn darslarimizni olib bilimingizni oshirish uchun zo'r imkoniyat. Kelishdiga bosinglar. Zo'r. Bitta nima keldi bizda bo'lganmiz, ya'ni ikkita blokka 10 ta darsimiz bo'lsa, o'zimni prognozim bo'yicha biznes egalarini nima uchun korxonasida pulini boshqaruvda ham muammo. Chunki shaxsiy puli bilan korxonasining pulini kasha qilib yuborganlar ko'p. Aralashtirib yuborgan. O'zini shaxsiy pulini hisobini olib bormaydi. Kerak bo'lganda shunda menga yozib qo'y deb uyiga ro'zg'orga oladi, menga yozib qo'y deb to'yga ishlatib yuboradi, menga yozib qo'y deb chet elga boradi, menga yozib qo'y deb yoki zarurat bo'lib qolsa yana qayerdandir topib ishxonasini pajarini tushitib quradi. Bitta o'zi bo'lganda balkim yaxshidir, lekin ba'zi sheriklik bizneslarda o'sha aniq cho'tki hisobotlar kerak. Oddiy cash flow nima, oddiy balans nima, oddiy foyda va zarar hisoboti nima, ko'p 95% tadbirkorlarimiz bilmaydi. Ol-sot bilan Xudo baraka bergan, yaxshi marjalar bo'lgan, bugun chiqqan. Lekin bugun marjalar pasaydi. Ya'ni 100 so'mga olib 150 so'm sotgan bo'lsa, hozir 100 so'mga olib 110 so'mga sotadi endi davriga. Arendalar oshyapti, xodimlarni o'sha xarajati oshgani uchun oyliklar oshirishga majbur va bugun savdo sotiq yetarli emasligini tushunyapti tadbirkorlar. Bugun pulini to'g'ri boshqarib, aql bilan, ya'ni don't work hard, work smart rejimda ham buni qilamanmi, qilmaymanmi? Kecha to'g'ri kelgan narsa bugun to'g'ri kelmasa ham qilaverish kerak emas. Ba'zida finansiy qarorlarim to'g'ri bo'lishi kerak. Balkim biznes qilib topgandan ko'ra shunda pulimni yig'ishtirib, namaga tiksam, undan ko'ra yo'q o'sha pulni topar ekanman, yo'q undan ko'ra tinchroq bo'lar ekan deydigan qarorlar bor. 2 yil oldin men aytardimki, biznes qilib topib bo'lmaydigan narsani недвижимостьga tikib undan ko'p pul topdik. Bugun u gap to'g'ri kelmayapti. Xuddi shunaqa aksiya bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ya'ni men hozir fikrlarim berdim, shu fikrlardan kelib chiqib, sizni o'zingizni bugun tajribangizdan mulohazalaringizni aytsangiz, qayerda xato qilyapti tadbirkorlarimiz? Muammosi qayerda? Nima bilimi yetmayapti? 2 qadam oldinroq fikrlash kerak. Agar pul topmoqchi bo'lsa, stabil daromad topmoqchi bo'lsa, baribir 2 qadam oldin degani yilga nisbatan qaraydigan bo'lsa 5 yil oldin. Ya'ni 5 yildan keyin nima o'zgaradi, qanaqa o'zgarish bo'ladi? Oddiy misol, bitta investor Amerikada bo'lgan voqea, McDonald'sga qiziqadi. Shogirdlariga aytadiki, "Ha, McDonald's nima produkt solsa menga olib kelib ber" deydi. Burgerlarni olib kelib qo'yib qo'yadi, chiqib ketadi. 2 soat tashqarida turadi shogirdlar nima bo'layotgan ekan. 2 soatdan keyin chaqiradi, "Kelinglar" deydi. Lekin yemagan bo'ladi icharisi. Men bu yerda bitta narsani bildim deydi, ustida har bitta McDonald's har xil, lekin deydi ustida sedanasi sepilgan. Bir xil deydi. Bu sedanani deydi o'rgandim deydi. McDonald's deydi Malayziyadan bu sedan xuddi shunaqa sortda sedanni Malayziya postavka qilar ekan deydi. Malayziya deyishga adashib qolmaylik, shunaqa. Bu tomon. Osiyo. Janubiy Osiyo tomon. Keyin lekin deydi 20 yilda bir marta Malayziyaga saranchalar saranchalar kelar ekan deydi, chigirtkalar. Ular shu sedanani yeb qo'yish xavfi juda ham katta deydi. Endi xuddi shunaqa sort kachta sedan qayerda bor ekansa, Eronda bor ekan deydi. Hozir Erondan hech kim olmayotgani uchun suv tekin deydi. Hozir bor pulimni olaman dedi. 2 yil kutaman dedi. 20 yil 2 yildan keyin bo'lar ekanda. 2 yildan keyin mana shu sedanni necha pulga sotsam McDonald's oladi deydi. Masalan, qanaqa fikrlash? Hech kimga xayolga kelmaydigan. Mana shunaqa fikrlaydigan biznesmenlar, mana boshida aytib o'tgan, u ham investor. Ya'ni shunaqa fikrlaydigan
biznesmenlar ko'pincha investor bo'ladi. Chunki bilamizki, biz bilmaydigan narsani, biz ko'rolmaydigan narsani kimdir ko'ryapti, shu kompaniya boshlig'i shu kompaniyaga jonini berib harakat qilyaptimi, demak shu kompaniyaga biz investitsiya qilib qo'ysak bo'ldi, eson soyali. Imkoniyatni ko'ryapti. U ko'ryapti, u o'syapti, biz faqat unga investitsiya qildik, u o'syapti. Endi aksiya fond bozorida investitsiyaning eng zo'r yo'li недвижимостьdan farqi $100 bilan kirsa bo'ladi. Hozir misol uchun ko'chmas mulkka ko'plarimiz o'ylaymiz, ko'chmas mulk eng xavfsiz investitsiya turi. Bizda O'zbekistonda bir paytlar mashina bo'lgan bo'lsa, Damas bilan Nexia'lar. Bugun ko'chmas mulk bo'lib qoldi-da. Afsuski. Lekin kirish nuqtasi baland deb baribir. Hozir endi pasayib ketyapti, baribir. Kamida. Baribir kirish nuqtasi baland, undan tashqari yana to'lash kerak. Ipotekaga olsa-da xuddi shu narsani investitsiyaga $100 bilan kirib ko'tarsa bo'ladi, ozgina. Investitsiya qachon foydasi, mazasi seziladi? Uzoq muddatda. Afsuski, misol uchun bir xil investorlar kiradi, $100 soladi, $120 bo'ldi, "Oh" deydi. Yo, shuni olma, $120 bo'lgan bo'lsa, solur, reinvestitsiya qilur. $20 yana investitsiya qilur, oxir-oqibat shu 100 mingga ko'tarilsa, 100 mingdan keyin senga oyiga $400-500 keladi. Ana o'shandan mazza. Hech narsa qilmayapsiz. $400-500 bu taxminan 6 halol versiyalari ko'p. Bu halol versiyasi. Bu именно sherik nuqtai nazardan sherikchilik bo'ladi. Ulushiga ega bo'lasiz, o'sha ulushidan sizga dividend olib beradi. Siz xavotir olmayapsiz, xotirjamsiz, chunki kompaniya ishlayapti, sizga dividend to'layapti. Dividendlar to'lashi kvartalda bo'ladi, 1 yillik bo'ladi, har xil kompaniya har xil to'laydi. Uni ham analiz qilishni o'rgataman. Shu bilan bilasizki, taxminan mana shu kuni menga dividend keladi. Broker orqali dividend keladi, налог yechilib keladi, конечно. Zato sof daromad sizga keladi. Xo'p, bu shaxs sifatida tikamiz. Lekin ko'p biznes egalari bor, tadbirkorlar bor. Negadir biznesidan orttirib, hatto men o'zim ham mana shu yerda bizneslarim bo'lsa, asta-tika mol talab qilmaydigan bizneslarim bor-da, usluga bizneslarim. Ya'ni dividendimni yechsam, hozir hayolimda o'tgani, bilmayman, 2-3 ta жилой, yana 2-3 ta нежилой nimalarga kirgan joyim bor. Ya'ni первичный to'lov va har oy to'laydigan muayyan nimam bor. Kirganimdagi baho bilan bugungi bahoda o'sish bor. $1000 da kirgan bo'lsa, hozir $1400 qiymatga ega, hali bitmagan binolar. Balkim yana bir yer yarmi, ya'ni lekin nisbatan bilamanki patologiyaga taqalyapti. Ya'ni o'tgan yil kirgan narsalarimga bugun kirmayman, chunki bugun holat boshqaligini ham bilaman. Xuddi shunaqa biznes egalari har ehtimolga qarshi biznesimdan diversifikatsiya nuqtai nazaridan, ya'ni o'zini patologiyaga yetgan biznesdir, ya'ni qanchadir mablag' yechib turib, bugun O'zbekiston sharoitida nimaga yana tikkanim to'g'ri? Bu to'g'rimi, bu noto'g'rimi? Ishi tushmagungacha qaysi dom to'g'ri, qaysi dom noto'g'riligini ham bilmaydi. Kommersiyaga o'rganim yaxshimi, жилойga o'rganim yaxshimi? Birinchi etajga o'rganim yaxshimi, tepa etajga o'rganim? Buni ham bilmaydi. Lekin bugun hozir siz aytganingizdek, afsuski, odamlarimiz faqat dom yoki недвижимость двой deydi. Недвижимостьga tika olmaydigan massa bor-da. Siz $100, $500 zo'rg'a orttiradiganlar bor. Ular недвижимостьga faqat paragon $1000, keyin har oy $1000 dan boshlansa, unaqa imkoniyat ham yo'q. Lekin oyiga 1000, 2000, 3000, 4000 balkim orttirib, shunaqa holatga kirayotgan tadbirkorlar ham bor-da. Ya'ni bizni darsimizga kelgan odamlar Rafkat akamdan bir dona bo'lsa ham zo'r instrument olib ketdim, Husan aka gapi yo'q, zo'r odam olib kelibsiz. Bularning yana batafsil darslari bo'lsa o'qirdim deydigan fikrda ham ketsa roziman-da. Ya'ni chunki men bilaman, o'g'lim sizda 1 oy, 2 oy o'qidi. Men 1 oy, 2 oy emas, bitta guest lecture'da eng shlager ashulangiz nima? Shu kelgan odam maza qilib ketdim deydigan narsani olish xohlayapman-da hozir. Bo'lmasa mana qilsak bo'ladi. Qancha puldan qancha passiv daromad chiqarsa bo'ladi, qaysi kompaniyalardan? Taxminan deylik, oyiga $1000 soladiganlar, oyiga $100 soladiganlar, oxir-oqibat 5 yilda, 10 yilda qancha pul bo'lishi haqida modellashib qiladigan instrument bilan ketadi. Instrument bilan ketadi. Ya'ni Excelga oldingiz, qo'ydingiz. Ya'ni bugun oddiy o'zbek fuqarosiga. Bir xil payt meni uchun ham temный listda Tesla'ga aksiyasiga tikdim, Apple'ga tikdim, bu tikdimsa, men bilmayman deyman. Ishim tushmagan. Men O'zbekistonda qanaqa pulib 100 so'mmi, 200 so'm, 200 so'mmi, 400 so'm, 1000 so'm, 2000 so'm qilishi ilmidan otamizdan o'rganib bugungacha keldik deyman. O'shaning uchun o'g'limni sizga jo'natdim. O'g'lim, sen endi keyingi bozorlarni qarab, havo qanaqa bo'lyapti? Balkim biz O'zbekistonni zo'r deganimiz bilan undan zo'rroq imkoniyatlar bordir. Yoki risk nuqtai nazaridan boshqa narsa. Shuning uchun menga qiziq narsa,
shaxsan o'zimga qiziq narsani olsam odamlarga ham qiziq bo'lishini bilaman. O'zbekistonga tikishi pluslari minuslarini ko'rishsin. Har ehtimolga qarshi u faqat O'zbekiston emas, O'zbekiston 200 ta davlat ichidan 170-o'rinda turadigan davlat. Balkim nimaga menga bir akamiz aytdi, nimaga O'zbekistonga tikyapsiz? Men bu davlatlarni ko'rmadim desa, men xabarim yo'q, bilimim yo'qligi uchun odam bilmagan narsadan ehtiyot bo'lgin deymizda. Shuni men sizdan hozir bir qidirib topib kelyaptiki, pluslari, minuslari. Ha, nedvижимостьga tikishning pluslari, minuslari bu. Nedvижимостьga kiradigan bo'lsa, unda qaysi rayon? Yunusobodmi, Mirobodmi, Yakkasaroymi? U ham tema. Jiloymi, Jiloymi, etaji ham qanaqa? U ham tema. Qaysi nimaga nedvижимостьga kiraman, qaysiga kiraman? Ya'ni emotsional tikish emas, aql bilan tikiladigan, parashyut tikadigan bilim o'zimga ham qiziqda. Chunki hozir sizga efir boshlanishidan oldin aytdim, o'g'limga bunga tikkan, bunga tikmagan. Haligi future value, present value degan narsalarni 99% odamlarimiz bilmaydi. Biz endi institutda o'qiganmiz, boshqa o'qiganmiz, lekin qo'llaganim yo'q men shu paytgacha. Lekin intuitivno hozir chiqdi, yo'q bolam, men bu yerda men ko'ryapman, bu finansoviy senga привлекательный сделка emas ekan. 100%lik to'lovda mana bu narxi zo'r, agar puling bo'lsa. Ras bu puling bilan kirayotgan bo'lsang, senda unda mana bu alternativalar ham bor. Bu ne likvidniy narsa, bu likvidniy degan o'zimcha fikrimni bildiryapman deb bolamga. Oddiy tadbirkorlik tilida, oddiy xalq tilida men bera olaman. Lekin sizning ekspertizangiz mendan ko'proq bo'lganligi uchun endi buni ilmi bilan ko'rsataman degan narsani olamanmi deb подтверждение olmoqchiman-da o'zimcha. Bu juda ham yaxshi mavzu. Oxirgi payt o'rganib chiqyapman, O'zbekistonda shaxsiy mulk degan narsa kuchlik mentalitetimizda. Meniki bo'lish kerak. Uy meniki bo'lish kerak. Mayli 15 yil to'lashga tayyorman. Oxir-oqibat men nomimda qoladi-ku. Это хорошо или плохо? Bu yaxshi emas. Nimaga? Bu yaxshi emas. Nima qilasiz shu yeysiz. Oxir-oqibat. Deylik, u sizni nomingizga o'tdi 20 yilda, 15 yilda. Siz shu 15 yildan keyin shu yerda yashamoqchi bo'lasizmi yoki yo'qmi? Shu rayonda yashamoqchi bo'lasizmi yoki farzandlaringizga qoldirmoqchimisiz bu uyni? Ha, farzandlarimni qoldirmoqchiman deydi ko'pincha. Farzandlaringiz undan ko'rasa $1 million qoldirsangiz yaxshi emasmi? Dom emas, $1 million. Moliyaviy savodxonlik o'rgatsangiz, u $1 million 10 million qila oladi. Tezroq. Chunki finans, mablag' moliyaviy tayyorgarlik ko'rgan inson uchun juda ham katta turtki bo'ladi. Agar moliyaviy bilimi bo'lsa farzandi. Men nima deyman? Yaqinda keldi shunaqa o'rtog'im. Mana shu maslahat bergin deydi, uy chiqdi. Yakkasaroy tomonidan. 30 ming to'lashim kerak ekan. $666 har oy to'lab boraman, 15 yilda yopib boraman. Hisoblab chiqdik, 100 minglik uy olmoqchi. 100 minglik uy unga 170 mingga aylanadi oxir-oqibat to'lab yursa. Keyin aytdim, u oilasida kattasi. Kichkina ukasi ham bor, shuning uchun chiqib ketishim kerak deydi. Chunki uylanyapti deydi. Xo'p dedim, chiqib ketmoqchi bo'lsang, $400 ga topasam, arendaga kvartirasam, topaman, 2 xonali topsa bo'ladi. $400 ga yashab turib, sen baribir 30 ming bor, to'lashga tayyorsan. $400 uy olsang arendaga, qolgan $266 investitsiya qilib borsang, keyin hisoblab ko'ramiz. 30 ming depozit soldi. Har oy 15 yil $266 so'vatdi. Yillik taxminan fond bozori 20 yil, 20% aktiv harakat qilsa, zo'r aksiyalar topsa 30% dan berish mumkin. Passiv daromad faqat investitsiya, dividend olib boshqa hech narsa qilmayman, 8-9%. Sal harakat qilaman desa 20% ga ko'tarsa bo'ladi. Demak 20% deb hisobladik. 20% hisoblasak 15 yilda 1 million 300 qanchadan chiqadi. Endi sen 15 yilda mana buni tugating, sen 170 minglik uy, mayli narx ko'tarilgan bo'lsa 200 ming bo'lar. 15 yilda shu uyni 200 mingga sota olasan. Mayli 500 mingga sota olasan agar juda ham narx ko'tarilsa недвижимость. Aslida bu yerda $1 million 300 ming $1 million 300 ming endi xohlasang uy ol, xohlasang farzandiga qo'y, lekin bitta narsa bu yerda intizom kerak. Chunki uyga to'lamasa uydan chiqarib yuboradi, $660 borish kerak. Bu yerda esa seni hech kim hech narsa qilmaydi. Sen o'zing mustaqil investitsiya qilib borishing kerak kelajak uchun. Привычкаga aylanish. Agarda senda sabr, intizom bo'lmasa, unda uy oldim. Chunki garantiya 15 yildan keyin sen uysiz ham bo'lasan, investitsiya ham qilmagan bo'lasan. Oxir-oqibat senda $1000 cho'mchagingda bo'ladi, sen 15 yil oldin uy olsang bo'lar ekan. O'rtog'im gapiga uyingiz olib ketdi. Shunaqa. Intizom, sabr ikkita narsa bo'lsa, qolganini men senga o'rgataman. Investitsiya qilib borasan, xudo xolasa millionga chiqasan.
yaxshi mavzuni ko'rdim. Hammaga yoqadigan raqamda $1 million bo'lish. Men $1 million fantastika deb o'ylaydi ko'pchilik. Katta summa deb o'ylayman. Ya'ni 95% aholi uchun $1 million fantastika. Ya'ni menga emas, skoriy shu yerda $1 million topayotgan odamlar skoriy ko'zi uchta yo shunaqa super qanaqadir mahorat. Aslida to'g'ri rizq Allohdan, lekin sababda o'sha sababini qilsa, sabab bilim orqali bo'ladi-da. Men o'g'limdan ham so'rasam, nima, qanaqa strategiyangsan? Menga shu $1 million degan challenge qiziqdi-da. Ya'ni men domga tiksam qanaqa strategiyam bor? 24 yosh o'g'lim aytyapti. Nima uchun? Men darslaringiz aytganda men tuman edi. Yo'q, adam siz bilmaysiz, bularning ilmlari zo'r-da, keyin esiz bo'lsa men chiqdim. Nima unaqa deyapsan desam, yo'q, ya'ni siz haqingizda yaxshi o'qigandan keyin yana menga подтверждение berdi, zo'r narsalarni o'rgandim dedi. Bo'ldi, gap yo'q, men xursandman. Agar sen shunaqa fikrda bo'lgan bo'lsang, men uchun zo'r, ya'ni nima seni qiziqtiradigan narsa desam, menga qiziq o'zimni nimamni kapitalizatsiyamni, ya'ni millionga chiqarish. Endi o'zingni nimang qarasam, endi qani 2-3 yilda bo'ldi. Men 2-3 yilda bilmadim, balki xudo berib qolsa bo'ladi, lekin real nima? Bir 10 yilda millionga chiqish real nima? Startoviy tochkanga bog'liq, topayotgan pulingga bog'liq. Ko'pchilik bizni ko'rayotganlar ham xohlaydi million bo'lish, lekin miya hazm qila olmaydi-da. Shu millionga 10 yilda chiqishni modelировать qila oladigan instrument bera olaymi? Ha, bera olamiz. Millionga 10 yilga chiqish instrumenti bor. U bilan ham bo'lisha olamiz, juda ham foydali bo'ladi. Siz aytganingizda, hozir gapirayotganingizda esimga tushib qoldi. Odam foydaga kirish boshlasa, 10 mingni 20 ming qilsa, boshqa bo'lib qolar ekanda. Mana bu yerda sabr kerak. 20 ming qildim-u deydi, u 30 ming qilib olaymanmi, yo'q, undan ko'ra shuni olib qo'ya qolay deydi. Ko'pincha shogirdlarim shundan aniq qiladi. Minusga kirsam deydi, emotsional xotirjamman deydi. Chunki aksiya sotib oldim, meni bozor chiqarib olmaydi, bilaman. Xuddi uy narxi tushgandek. Yana ko'tariladi, kutiraman. Lekin plyusga kirish boshladim-u deydi. Titrashib boshlayman. Har kun kiraman deydi. Hozir chiqib ketaymi, shu fiksировать qilib olaymi pulimni yoki ushlab turaymi deydi. Mana bu narsani ustidan emotsional g'olib chiqsa, odam $1 million chiqish hech narsa emas. Chunki deylik, Nvidia aksiyasini tahlil qiling hozir. 2014-yilda Nvidia aksiyasi $4 edi. Unda Intel birinchi o'rinda. Hammamiz Windows bilamiz. Nvidia endi boshlayotdi. Endi qarang, 2014-yilda siz $10 ming ga Cobalt kelarmi deyapman, $10 ming ga solib qo'ydingiz. Bu yerda sabr tekshiriladi. Qarang, $10 ming solib qo'ydingiz-da, tegmayapsiz. 2024-yilda $3,5 million bo'ldi. 10 mingingiz. 10 yilda. 10 yildagisi. 10 ming soldingiz, boshqa hech narsa solmadingiz. Dividend hech narsa tegmadi. Mana o'zi ko'tarilyapti. Sotdingiz 2024-yil iyulda. $3,5 million bo'ldi pulingiz. Nega sabr tekshiryapman? Chunki qarang, 2018-yilda 10 mingingiz 480 ming bo'ladi. Mana bu yerda tasavvur qiling, 10 ming soldingiz, 5 yildan keyin kirdingiz. Даже 3 yildan keyin 480 ming bo'ldi, chiqib ketasiz-da. Bo'ldi, bu meni maksimum zo'r foyda qilman desa chiqib ketasiz. Shu ko'tardim deysiz. Chiqmay o'tirgan investorlar 3 million qildi-da. Qarasiz farqini. Bitta ko'proq psixologik nimalar ham bor ekanda, aspektlar. Aspektlar kompaniyaga ishonish. Warren Buffett aytadiki, agar sen kompaniyani yaxshi ko'rib, u bilan 10 yil birga bo'laman demasang, deb o'ylamasang, uni 10 minutga ham sotib olmagan aksiyalarni deydi. Siz kompaniyani yaxshi ko'rishingiz kerak, unga ishonishingiz kerak. Shunda o'satimi farqi yo'q sizga, yana o'sadi chunki. Spekulatsiyaga kiradiganlar yutqazadi ko'pincha. Spekulyatsiya chunki ko'pincha spekulyatsiya trading deymiz bizning sohada. Trade qiladiganlar oxir oqibat buy and hold qiladigan, faqat sotib olayotganlardan yutqazadi. Umumiy kapitalizatsiya nuqtai nazaridan pastroq qoladi. Buni tekshirishda 25 ta odamni aytishdiki, sen $100 solasan, trade qilasan. Sen deydi, Amerikada $100 solasan, u faqat olasan kompaniyalarni. Oxir oqibat uzoq muddatda bular kvota plyusda. Bular sotib olib, chunki nuqtani pikini va pastini topish juda ham qiyin. Mana pika deydi, sotadi, yana tepaga ko'tariladi, deydi. Pastga tushganda endi olaman deydi, yana pastga tushib ketadi. O'ziga ishonchini yo'qotib qo'yadi. Faqat kompaniya yaxshi ko'rdingizmi? Misol uchun deylik, O'zbekiston fond bozorida deylik, endi hozir ular chiqmagan, Korzinka hozir IPO ga orqali chiqmadi, lekin chiqdi deylik. Ishonamizmi? Buni oddiy. Ha, ishonamiz.
zo'rmi? Zo'r. Rivojlanyaptimi? Rivojlanyapti. Aktiv harakat qilyaptimi? Rukovodstvasi reklamalar bo'yicha ko'payapti. Bo'ldi, 10 yil birga bo'laman, solding. 10 ming so'm bo'ladimi anaqasi. Va soldiraveramiz. Oxir-oqibat ko'payaveradi, aksiyalar soni ko'payadi. Bir 5-6% ulushiga ega bo'lib qolamiz aksiyalar. Qiymati ham oshadi. Do'stlar, bu videoni maxsus shu yerda to'xtattirdim. Agar sizda ham hayotingizda shaxsiy pulingizni boshqarishda muammo bormi, qarzlar bo'yicha muammo bormi, tijoratingizni pulni boshqarishda muammo bormi? Zo'r xabarim bor. Biz o'tgan yil mana shu paytlarda Murod aka Narzullayev moliyachi akamiz bilan 1 oylik dars o'tgan edik pulni boshqarish bo'yicha. Bu yil ham men iltimos qildim, aka shuni 1 oylik darsni qilaylik. Oldindan qilaylik, odamlarda, tadbirkorlarda ehtiyoj katta dedim. Agar shu ilm menga qiziq, qadrli desanglar, zo'r xabarim bor. Hozir mana shu tez kunlar ichida ro'yxatdan o'tsanglar, eng zo'r, eng bomba narxlar bilan shu darslarni qo'shilib olib, rejaga kiritishinglar mumkin. Sekonomlini zarobotinni deydi. Tejalgan pul, demak, bizni ishlagan pulimiz bilan teng bo'ladi. Menga qiziq desanglar, mana shu video tagida link qo'yishadi shogirdlarim. Shunda linkni bosib, ro'yxatdan o'tib, oldindan to'lov qilsanglar, ancha pulinglarni tejaysizlar. Xudo xolasa, may oyidan boshlab 5 hafta 10 ta offline darslarimiz yoki onlayn darslarimizni olib bilimingizni oshirish uchun zo'r imkoniyat. Kelishdiga bosinglar. Yaxshi. Xo'p, demak, nima instrumentda mana men endi shaxsiy pulga bo'lganman, biznes pul darslariga bo'lganman. Biznes puliga emas, sizda men endi investitsiya degan mavzu baribir shaxs sifatida investitsiya qilar ekanmiz-da, o'zimni biznesimga qilamanmi? Yoki men aytdim-ku, 2 yil oldin domga tikib biznesimizdan ko'proq pul topdik. Yoki bir yer olgan edim, 7 sota yer 25 ming olganim, 700 ming dollar o'tib ketib qoldim. Aytaman, biznesimda 500 ming dollar topganim, lekin tikkan yerim 175 minglik yerim 700 ming bo'lib ketib qoldi. Ya'ni bu bizning mahoratimizda просто bozor o'zgardi. Ertaga mana hozir Amerikaning dollari nima bo'ladi, so'mmi qadr qanaqa bo'ladi? Buni ham bir bilim bilan, gipoteza bor-da, men bu yerga tiksam, mana bunaqa bo'ladi, men bu yerga tiksam, mana bunaqa bo'ladini baribir ozgina ilm kerakda. Sizda уже orqada necha yillik bagajingiz bor. O'zingiz shunga tikkansiz, nimalardir qilgansiz. Hech kimda kecha ishlagan narsa bugun ishlamaydi-da. Bu pul sohasi shunaqa. Kecha palonchi tikuvdi, hamma Ahmadboy tikdi deb olib borganda bo'ldi, Ahmadboy quladi. Kecha hamma domga tikkanda, bugun domdan zo'r topdim dedim, bo'ldi, poyezd o'tib ketgan bo'ladi-da. Shu tomonlari bor. Menga o'sha qanaqadir yo psixologiyasini, yo ilmini nima kerak bo'lsa, hozir darsingizni ko'rganda nima olar ekanman, Rafkat akamni mehmon sifatida chaqiraymi? Do'stlar, investitsiya temasi qiziq bo'lsa, chaqirsam nima temani eshitish xohlardinglar, izohlarda yozinglar. Bu efirni ham ochiq qilamiz va sizdan menyungizda o'zi nima bor ekanini qidiryapman-da. Men sizga 10 ta ashulaga so'z beraman, yoki 2 ta ashulangizni haligi Muqaddas ayol konsertiga o'xshatadigan bo'lsa, yaxshi hali mehmon san'atkorlarni chaqirishadi-yu. Ya'ni sizdagi narsani ko'rdim, shu shaxsiy pul. Shaxsiy pul temasida ham investitsiya deganda bugun ko'p insonlar недвижимостьga tikyapti. Men xohlayotganim balkim недвижимость ham analizini agar sizda bor bo'lsa, kechagi holat bilan bugungi bunaqa O'zbekistonda taxminiy prognoz qanaqa? Patologga chiqib bo'ldimi yo yana oshadimi? O'sish mumkin. 800 mingta yiliga aholi tug'ilyapti, birovda oshadi deymiz. Lekin to'lov qobiliyat bor, boshqa narsalar bor. Ular qanaqa bo'ladi? Masalan, menga qiziq bu tema. Na samом деле qiyin. 5 yil olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondagi ko'chmas mulk sohasi o'sish kerak. Yana 5 yilda o'sadi hozir. 5 yilda o'sadigan. Sal patologiyaga taqalib qolmadimi o'zi? Yo'q. Domla 1,5 ming, 2 ming dollarga chiqib qoldi Toshkentda masalan. Hozir mana qarangda, nimada aholi soniga qaramizku, protsess sposobnosga. Lekin biz chet eldan kelayotgan odamlarga qaramayapmiz. Hozir chet eldan odamlar keladi. Nega keladi? Endi ochishga bu mavzuni yo'q bo'layman. Baribir Xitoy tomonidan juda ham ko'p odam kelyapti. Men bunga qarshiman. Lekin pul bordi. Agar biz pul nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, foiz stavkalarini Amerika ko'tardi. Xitoy qiynalyapti. Nima qilyapti hozir? Asosiyati bor Turkiyaga qaratyapti. Xitoy biznesmenlari Turkiyaga borib, o'z Turkiya ham qarshi Xitoylarga. Lekin aytayotdiki, chunki Turkiyada 10% stavka Amerikaga olib kirish mollarini. Aytayotki, keyin san orqali kiramiz. Xitoy. Biz sandan chiqamiz aniq, chunki port bor, zo'r, ketdi Amerikaga. Made in Turkey bo'lsa ham roziman. Da. Turkiyada aytdiki, to'xtab turib, zo'r ideya beryapsiz, undan ko'ra sizlarni moliylarimiz o'zimiz molimizni qilaylik. Sotamiz, ekonomikamiz, iqtisodiyotimiz ko'tariladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda O'zbekiston ham 10%. Balki O'zbekiston fokusga tushib qolsa, O'zbekiston
o'rta osiyoni hubi bo'lib qolsa juda ko'p odam keladi. Xitoydan. Nafaqat Xitoydan, hub bo'lib qolsa Rossiyadan ham keladi. Ko'p odam shu yerda joylashib boshlaydi. Joylashib boshlagandan keyin narx ko'tariladi. Qaysi mamlakatda narx zo'r ko'tariladi? Men misol uchun недвижимость analiz qilib yuraman. Antaliyada narx zo'r ko'tariladi. Hozirlama opasniy deyapti, lekin baribir 5 yilda Antaliya narxi 2-3 barobar ko'tariladi. Недвижимость narxi ko'tariladi. O'zbekiston balki 2-3 barobar ko'tariladi, zo'r bo'lsa 4 barobar ko'tarilishi mumkin. Barobar emas, foiz. Nima degaysiz? 4%mi yo 40%. 40%. Qiziq emas-da endi. Masalan, bugun $100,000 tiksam, 5 yilda $140,000 bo'ladi. Shunaqa. Menga qiziq emas u 5 yilda $140,000 bo'lishi. Lekin patolog taqilmadi. 50%, ya'ni 100% deganingiz patolog taqildi. Ya'ni o'sishi mumkinmi? O'sishi mumkin. Ya'ni men nimaga aytyapman? Menga qiziq, ya'ni har bitta odam mana start ipodromga o'xshatadigan bo'lsak, bugun sizni qo'lingizda, meni qo'limda, mana shu yerda o'tirgan 100 ta tadbirkor qo'li $100,000 dan bo'ldi. Именно kapitalizatsiya nuqtai nazaridan baribir qatga tiksam, kelajak qiymati ko'proq bo'ladi yoki cash flow'im, ya'ni har oy oladigan dividendim yaxshi bo'lsin. Yoki men bir xil boshlovdik-ku, 25-yilda Husan akamning darslariga boruvdik. Men ham eshitdim, Ravkat akamni siz ham eshitdingiz. Qo'limizda 100 mingdan tikuvdik, lekin to'g'ri rizq Allohdan, lekin to'g'ri aql bilan domga tikdimmi, aksiyaga tikdimmi, biznesga tikdimmi? Tikkan 100 mingim 26 oxirida necha pullik bo'ldi? 30 ga kelib, kimning kapitali qancha bo'ldi? Da, shu zo'r savol. Unda aksiya bozori tikish kerak. Fond bozori yana o'sadigan bozor, 5 yilda недвижимость ko'proq o'sadi. Va eng qizig'i, fond bozorida, aksiya bozorida недвижимость bozori ham bor-da. Rate fondlar bor. Ya'ni nafaqat O'zbekistonda, Amerikada yoki boshqa chet el kompaniyalariga недвижимость investitsiya qilib qo'ygan kompaniyalar aksiyalar sotadi. Agar stabilniy недвижимость menga bo'ladi, lekin kirish parogi O'zbekistonda qimmatsiz, u yerda $100 ga aksiyasi olsa bo'ladi. Ko'chmas mulk aksiyalari. Kvadrat metrlarni sotsa bo'ladigan o'zi yechimlar chiqyapti deydi. Endi rate fondlar katta fondlar. Misol uchun bitta rate fond bor, Amerikada stolplar sotadi. Stolplar arendaga beradi. Stolplarda antenna o'rnatishadi. Shu antennani o'rnatish o'zida katta foyda. Lekin afsuski nojoiz kompaniya. Ko'pincha kompaniya rate fondlar nima qiladi? Katta zay sotib oladi, uni meditsina hospitallarga beradi arendaga. Ana shu kompaniya o'zini aksiyalarini sotadi. $100, $50 ga. Siz uni olsangiz, mana shu yerdan kelayotgan arenda solig'ini sizga dividend sifatida to'lab beradi. Hammasini emas, lekin 4-5% to'laydi. Demak, qarang, o'zi sizga balki mavzuingiz katta kichikligiga qarab, yo bir kunlik sessiyani yarmida nima bersam bo'lardi, masalan, faraz qiling, peshindan asrgacha, 2 dan 4-5gacha, 3 soatlik sessiyada bunda Husan aka, mana mavzu menimcha qiziq bo'ladi biznes egalaringizga. Yo'q, Husan aka bitta tema kam ekan. Xohlasangiz bitta sessiya men sizga mana bu mavzuni bering. Ikkinchi sessiya mana bu mavzuni bering desangiz, men aprosga qo'ymoqchiman-da, qani odamlarga shu mavzu qiziqmi, qiziq emasmi? Chunki hozir bu intervyu orqali sizni keyin balki yaxshi joylarni olib auditoriyaga qo'yib, mana o'zi kim ekan Ravkat akam desalar, men hatto bilmagan odamlarga men o'zim kashf qilmoqchiman va bitta sessiya qo'yib beraymi? Yo'q, chunki ali opportunity cost deydi. Yo'q, o'zim chiqib bitta dars o'tib beraman. Yo'q, shoshmanglar, mendan ko'ra men bilan ham mavzularni bersam, bular mendan zo'rroq tushuntirar ekanlar. Недвижимость temasi desanglar, недвижимость temasi, aksiya temasi desanglar, aksiya. Ya'ni o'zi nima qiziqtiradi desa, pul hamma xohlaydi, pul uni boshqarmasin, pulni bu boshqarsin. Pulni men boshqaray deganda o'zi nimani tushunasiz va boshqaruv deganda to'g'ri boshqaruv nima o'zi? Pulni boshqaraman deb minusga kirib ketmasligi uchun nima qilish kerak? Tunda ne hadid, tunda hadini nimani ola olar ekanman degan narsani qidiryapman-da, ya'ni menga shu muhim. Bo'lmasam keling, bir kun ertadan buyon ko'rib chiqamiz, sig'dirishga harakat qilamiz. Aksiyalarga qancha aksiya investitsiya qilsa, fond bozoriga, Amerika fond bozorini qaraylik hozir. Amerika fond bozoriga qancha investitsiya qilsa, qancha yilda qancha daromad kelishi mumkin? Passiv daromadga. Ya'ni stabil passiv daromad kelib turadi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Mana shu pulga stabil ravishda kelib turadi. Kompaniya harakat qiladi. Risklari qatta, kamchiliklari qatta. Risk bormi baribir? Risk bor albatta. Risk bo'lgani uchun ham mumkin-da. Joiz hisoblanadi.
risklari bor. Risklarni eng kamaytirish yo'llarini o'rganamiz. Chunki kompaniyalar har xil, juda ham visokoriskoviy kompaniyalar bor, kam riskli, kam dividend beradigan kompaniyalar bor. Biz shuning ichida kam risklik, ko'proq dividend beradigan kompaniya topishga harakat qilamiz. O'g'lim menga bir narsani aytdi-da, savol berdim. Hozir qo'limda $100,000 pulim bo'lsa, 24 yoshimda, menga qaysi strategiyani tavsiya qilasiz deganda, bunchasini bo'lmasam недвижимостьga tiksangiz bo'ladi. Bunchasini aksiyaga tiksangiz bo'ladi. Bunchasini mana bu yerga tiking, mana bu yerga tiking. O'zbekistonga tikasizmi yo'q, mana buni tiking, mana buni tikmang degan ma'nodagi yechimlarni berdilar va keltirib ham berdilar. Ya'ni diversifikatsiyada nimaga hammasini недвижимостьga tikishim kerak emasligini ham keltirib berdilar dedi. Menga qiziq tuyuldi. Nimaga unaqa keltirdingiz? Ya'ni yoshiga bog'liq, qo'lidagi puliga bog'liq. Masalan, men 47 ga kirganman, u 24 ga kirgan. Farqi bor. Unga to'g'ri keladigan risk menga to'g'ri kelmaydi ba'zida. Aytdim, o'g'lim, o'zingni puling bilan risk qilsang, agar haqiqatan kapitalizatsiyangni yaxshi qila olganing, ya'ni qiymatini oshira olganingni ko'rsatsang, men bitta ikkita domimni sotib ham, qani nima qilyotding, o'g'lim, bo'pti. Men senga sherik bo'laman yoki birga tikishingga kapitalimni biznesga tikkanim yaxshimi, boshqaga? Masalan, men kecha bir oy oldin shunaqa bo'ldiki, kompaniyamni sotdim. Men 2003-yildan beri bo'lgan Daily kompaniyam bor. Sotdim-da, undan chiqib ketib, dohodimni qaradim. Prosta oladigan dividend, 1 yillik dividendimni, o'sishim prognozimni bildim, ya'ni ob-havoni. Bo'pti, olib, prosta недвижимостьga alishtirganimda ham mana dohodim, cash flow'im to'g'ri deb bildim. Bo'pti, bunga sakrab ketdim. Ya'ni kira oldim, chiqishim kerakligini bilib, shu qarorga keldik-da. Ya'ni ba'zida, ya'ni odamlar biznesiga bolasidek yopishib oladi-da. Menga biznes boladek emas, menga biznes emas. Bugun bunga biznesga kirdim. 20 yil, 2003-yildan 22 yillik biznesimni hali qizimni sovchi chiqdi, berardim degan holat bor-da. Ya'ni biznesda emotsiya emas, ozgina finansiy решениyalar menga taka bo'lsin, ust bersin muhim deydigan holatlardagi qarorlar bor-da. Ko'p tadbirkorlar butun umr operatsionkada ishlash niyati yo'q. Lekin operatsionkada ishlab zo'r topyaman deb o'ylaydi, marjasini foyda deb o'ylaydi. Biz u ilmlarni o'rgatamiz. Marja degani, ya'ni sen 100 so'mga olib 150 so'mga, men 50% foydam bor. Nima qilaman 12% lik недвижимость deydi. Lekin aslida ko'tarsangiz yiliga 10% ham ololmayapti o'ziga. Shunaqa. Chunki finansiy gрамотность yo'q, pulni o'qishni bilmayapti. Marjani foyda deb o'ylayapti. Rasxodi qancha, arendasi qancha, nalogi qancha, risklari qancha, o'zi ishlayotganini bahosini ham hisoblamayapti, pulini bahosini ham hisoblamayapti-da. Chunki aytamanki, biznes egalariga haq bor-da. Misol uchun qo'limda 10 ta kishi ishlaydi. $1 million topaman yillik deylik. 20 kishi yana keldi. 30 kishi ishlashni boshladim va 2 million topishni boshladim. Negadir mana shu million meniki deb o'ylayman. Holbuki har bitta kirayotgan kishi o'zini rizqi bilan menga kelyapti. Men uni pullarini teng taqsimlashim kerak. Shuning uchun bu oylik ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu dividend ko'rinishida bo'lishi mumkin. Dividend ko'rinishida harakatlariga qarab beriladi. Chunki mana shu necha kishi ishlayotgan bo'lsa, shularni haqqida baribir. Rizqi, uni haqqi uni to'lab berish kerak. Shuning uchun noto'g'ri, juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana shu kelayotgan оборотli pullarni u meniki deb olib shaxsiy oilalarga ishlatib, keyin yetmay qoladi. Endi hozir maytdan olib boshlaydan berib turaman degan qarash biznesni o'stirmaydi, afsuski. Va oxir-oqibat qanaqa biznes qilishimizdan qat'iy nazar, mana siz biznesmensiz, juda ham hurmat qilaman sizni biznesmen sifatida. Va qarang, aktiv harakat deb baribir. To'g'rimi? Baribir ertalab turasiz, shu mening bolam, shunga men qarashim kerak deysiz. Qachonki siz investor bo'lsangiz, siz passiv harakatga o'tasiz. Hech narsa qilmaysiz ham sizga pul keladi. Chunki sizdagi biznesmenlarga siz investitsiya qilib qo'ygan bo'lasiz, xolos. недвижимостьga bo'ladimi, qaysidir biznesga qildingizmi? Bu joiz. Bu hali bankka nima qilib qo'yganingizga bu yerda risk bor har doim. Shunaqa. Demak, menga qarang, bilasizmi nima qiziq ekan? Mышление investora degan mavzu qiziq ekan. Bu zo'r. Ya'ni investorlar fikrlash O'zbekiston sharoitida. Amerika desa menga tumanda. Har doim negadir yonimizdagi недвижимость, narigi rayondagi недвижимостьdan ko'ra qanaqadir nima tuyular ekan. Men bilmayman, mendagi psixologiya shunaqa ekan. O'zbekistondagi narsa, hali moliya arab, pesh arab deydi. Bir tojiklarda shunaqa maqol. Amerikadagi narsa qanaqa, men tuman bilmayman degan bilimsizlik prosta keyingi qaror qilmasligimizga ta'sir qiladi. Men o'shaning uchun bolamni o'qityapman. Sizda o'qitdim, o'zimda o'qityapman. Mendagi mana shu ilmi bor odamlarning bilimini olgan. Bizni tizimlashtirish ilmini ham o'qityapman. Men bu katta kurukka fikrlashini olgan, chunki men probegim bu yerdagi narsaga ketdi. Dadamiz bizga buni o'rgatgandilar.
bu bilimlarni nafaqat bolamga, hamma bizni ko'rayotgan odamlarga o'rgatishni xohlaymanda. Mayli bepulni beraylik. Kimdir yo'q, menga qadrli darslar bo'lsa borib olaman desa, bizni darsga kelib sizni eshitib, "Ya, Ravkat aka, balkim sizni bir oylik darslaringiz bo'lsa, men ham boraman. O'rgatishim kerak ekan" degan balkim niyat paydo bo'lar deyapman-da o'zimcha. O'shaning uchun men hozir o'zim qidirgan narsam mышление investor, ya'ni investor rakursidan fikrlashimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak O'zbekiston tadbirkori holatda. Yoki xalqaro fikrlash deymizmi? Международный. Bitta yapon o'rtog'im bor, biznesmen. Kokusay Teknik Kangai Masho deydi. Ya'ni biznes boshladik Wagyu O'zbekistonga olib kirish 2017-yilda. O'shanda aytdi ki dunyoviy fikrlik, ya'ni boshqa mamlakatlarga globalniroq, международныйroq fikrlik deydi. Chunki mana o'sha paytda O'zbekistonga olib kirsam derdim-da. Keyin aytdiki, qancha O'zbekistonda qimmat go'sht yeyishga tayyor odam. Qancha Amerikada qimmat go'sht yeyishga, qancha Dubayda qimmat farqi bor-ku deydi. Ki agar biz shu go'shtni birinchi qo'ldan olib sota oladigan bo'lsak, dunyoviy sotaylik, boshqa xalqaro sotaylik boshqa mamlakatlarga degan narsa rostdan ham katta plyusga olib chiqdi bu narsa. Chunki o'tda потребление ancha balandroq. Misol uchun deylik, bu yoqqa restoranga kiraman, o'zim Wagyu mana 2017-yilda tameshi nima edi? Попробовать. Попробовать 1 kilo, 2 kilo bergin deydi. Dubayga borganimda o'sha aniq bilan gaplashdim. Ayol esdan chiqib qoldi. Biza ko'p ola olmaymiz, faqat попробовать dedi. Men xayolda shunaqa deydi, 2 kilo, 3 kilo desam, 2 tonna berib turing deydi. 2 tonna. Попробовать 2 tonna deydi. Tasavvur qiling farqini. O'shanda bildim masshtab. Da, o'shanda bildim masshtab. Yeyishga 2 kilo, sotib ko'rishga 2 tonna. U ham restoran edi, попробовать 2 kilo deydigan O'zbekistondagi. A u yerda 2 tonna попробовать deydi. Kalibr boshqa. U aytadiki, chunki bizda u dno deydi, Dubayda. Kiradi, yo'q ketadi. Bu narsa nimaga olib kelman? Международный fikrlashda, investorlar fikrlash deylik shuni. Kompaniya rivojlanyapti, misol uchun energetika sohasi. Misol uchun neft. O'zbekistonda neft bor, chet elda neft bor va chet eldagi neft deylik Amerikada Chort kompaniyasi bor. Chort Energy degan kompaniya. Montana shahrida neft добывать qiladi, neft ishlab chiqaradi, qazib chiqaradi. Siz O'zbekistondasiz. Buning qanaqa zo'r kompaniya deysiz. Lekin $94 aksiyasi turadi. $94 investitsiya qildingiz, bitta dona aksiyasi mayli $94,000 oldingiz. 9% dividend. Bo'ldi. Ular harakat qiladi, neft добывать qiladi, siz hech narsa qilmayapsiz, sizga 9% yillik dividend kelyapti. Zo'rmi, zo'r. Mana shunaqa kengroq fikrlashni o'zimizni biznes tadbirkorlarga o'rgatsak zo'r emasmi? Yaxshi, zo'r. Unda mana bunaqa qilaylik. Men hozir bejizga siz bilan bugungi suhbat mana shunaqa просто мысли вслух alishuv bo'lyapti. Harakat qilamiz. Biz 2 haftamiz shaxsiy pulga boshqaruv bo'ladi. Bu degani 4 tagina darsimiz bor. Ikkinchi haftani peshindan keyin asrgacha, balkim savol javoblari bilan men bitta sessiyani sizga bersam, ichida eng выжимкасini olsangiz, real bitta instrument bilan ketsin, Excel bilan ketsin. Ya'ni bugun ishlatmasa, ozgina think globally, act locally. Birinchidan недвижимость tikasanmi, biznesingga tikasanmi, bunga tikasanmi? Masalan, 3 ta narsa menga qiziq. Tadbirkor yo biznesida, chunki kelgan tadbirkorlar biznes bor. Biznes qilsam pul topaman deb o'ylaydi. Biznesga 100 ming bilanmi, ko'proqmi, kamroqmi summa bilan kirgan. Aslida u pulni bahosini hisoblamayapti biznesda. O'sha кейsi muhim. Parallelni недвижимость, parallelni aksiya bozori. Zo'r. O'zimizda bo'ladimi, boshqada bo'ladimi? Ya'ni men tez zadaniyani sizga aytyapman, shunga moslab tayyorlaylikda. Va men bir narsa aytaman, O'zbekiston har doim risk zonada-da. Tepada o'ris, bu yoqda Xitoy, bu yerda Afg'on, bu yerda nima? Долгосрочный nuqtai nazardan har doim risk bormi? Bor. Ya'ni farzandlarimiz nafaqat O'zbekistonni bozor sifatida ko'rsin deyman-da. Globalniy nuqtai nazardan o'tirgan tadbirkorlar ham, o'zim shuni Husan akam aytganlardek, men ham O'zbekistonda zo'rman deb yurgan ekanman. Quvvatgan kalibrim, hali 2 kilo bilan 2 tonnaga o'xshab arzimagan narsa qilib yurgan ekanman. Men bilmasam ham Ravkat akamdan, Husan akamdan zo'r narsani oldim. Bolam, men buni qildim-ku, sen bu tomonga qarab yur degan. Ya'ni men ko'rib turibsiz, 24 yosh bolam, sizda o'qiyotdi-da. Men kelganim shu yergacha. Men dadam nimadir o'rgatdilar, kelgan joydan biz olib keldik. Bugun yaxshimi, yomonmi, O'zbekiston sharoitida birovdan oldin, birovdan keyin
rizqimizga yarasha tijoratlarimiz yaxshi, lekin san o'g'lim kelgan joydan keyingi kalibrga qilgin. Bir kun kelib bolalaringga kelgan joydan dalshi narsani o'rgan. Butun bozor O'zbekiston deb qaramagan. Ya'ni har doim O'zbekiston risk zonada. Farqi yo'q, o'sha aytdim-ku, Rossiya ham Ukrainaga kirdi, Xudo asrasin niyati buzilib qolsa, bularda shovinistik nimasi bor. Xitoyda ham kelganda biznes qilishingga plyus bo'lsa, imkoniyat bo'lsa bosaverasan, lekin Ukrainada qancha odam o'ldi? Rossiyani nimasi o'ldi? Ya'ni biznesda investor yoki nimani riskini hisoblaydigan o'sha tadbirkorda, ya'ni botga tiksam qanaqa bo'ladi, botga tiksam qanaqa bo'ladi degan ma'noda ham uzoq muddatda faqat bu bozor emas, ozgina think globally qilgin. Shu puling bilan botga tiksang, O'zbekistonda zo'r pul, ya'ni 100 mingga vixlib ko'proq bo'ldi oxirgi 5-10 yilda. Amerikaga tikib ham, Turkiyaga tikib ham, Dubayga tikib ham buncha pul ko'tarib bo'lmaydigan davrdan o'tdik biz oxirgi 10 yilda. Nedvижимостlar, mashinalar bu o'zimizni pullar qaytib keldi. Bu begona investor kelmadi. O'sha Latviyaga, Dubayga, Turkiyaga olib ketgan hamma chinovniklar ham pulni olib keldi, biznesmenlar ham pulni olib keldi. Chunki botga tikkan 2x davrlar bo'ldi. Hozir endi 2xlik davrlar pasaydi. Endi hali ham balkim dunyo darajasida emas, lekin risk borda, high risk, high profit bo'lgan zonada. Shu nuqtai nazardan meni o'zimga qiziq. Bolam, men bu yerda ham ko'r, bo'ldi, Rafkat akaning ilmini ol, palonchining ilmini ol, ya'ni shu yerga yur, ko'rgin, ya'ni kichkina o'g'lim 16 yosh, ko'r, ITga qiziqasan, plus finansga qiziqqin. Ya'ni ilm nuqtai nazardan halol, joiz yechimlar juda ko'p. Kalibr katta narsa xalqimizga ko'proq foydasi tegadi. Musulmonlar boy bo'lishi kerak, o'zbeklar boy bo'lishi kerak. Ilm bilan boy bo'lishga men qaysidir bitta gapimiz sizga menga oddiy bo'lishi mumkin. Kimgadir vau, everikasini topar. Kimdir shu bilimimizdan keyin vau deb shu sohaga qiziqar. Hali forex bo'lar bo'lmas tradingga, halol haromga qaramay ishladi. Bir paytlar biz rosa ITni ambasadori bo'ldik. Endi bolalaringlarni ilmini, ozgina finans ilminiga beringlar degan narsani balkim paydo bo'lar o'sha tadbirkorlarimizda o'tirgan odamlar degan fikrim borda. Men ya'ni qidirayotganim o'zimga, bolamga ilingan narsani qidiryapman. Balkim shu ilm qolganlarga ham manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Do'stlar, bu videoni maxsus shu yerda to'xtattirdim. Agar sizda ham hayotingizda shaxsiy pulingizni boshqarishda muammo bormi, qarzlar bo'yicha muammo bormi, tijoratingizni pulni boshqarishda muammo bormi? Zo'r xabarim bor. Biz o'tgan yil mana shu paytlarda Murod aka Narzullayev moliyachi akamiz bilan 1 oylik dars o'tgan edik pulni boshqarish bo'yicha. Bu yil ham men iltimos qildim, aka shuni 1 oylik darsni qilaylik. Oldindan qilaylik, odamlarda, tadbirkorlarda ehtiyoj katta dedim. Agar shu ilm menga qiziq, qadrli desanglar, zo'r xabarim bor. Hozir mana shu tez kunlar ichida ro'yxatdan o'tsanglar, eng zo'r, eng bomba narxlar bilan shu darslarni qo'shilib olib, rejaga kiritishinglar mumkin. Sekaromlini zarabotinni deydi. Tejalgan pul, demak, bizni ishlagan pulimiz bilan teng bo'ladi. Menga qiziq desanglar, mana shu video tagida link qo'yishadi shogirdlarim. Shunda linkni bosib, ro'yxatdan o'tib, oldindan to'liq o'qisanglar, ancha pulinglarni tejaysizlar. Xudo xolasa, may oyidan boshlab 5 hafta 10 ta offline darslarimiz yoki onlayn darslarimizni olib bilimingizni oshirish uchun zo'r imkoniyat. Kelishdiga bosinglar. Investitsiya qarang, oddiy bir misol. Turkiyada Xatoy voqeasi zilom bo'ldi. Mana bu yerda biznes bilan investitsiyani solishtirishga misol bo'ldi men uchun. Er-xotin Xitoyda yashar ekan, ikkita uyni arendaga berishar ekan. O'sha yerda. Endi investitsiya sifatida ular ko'chmas mulk ikkita uy arendaga berardik. Pastida, shu uy pastida oyoq kiyim sotadigan butikimiz bo'lardi. Zilom bo'ldi. Mana hech narsa yo'q. U ham tushib ketdi, butik ham ustiga tushib ketdi. Shu bilan dedim, mana yoningizda turibman, o'sha pijamada, chunki ertalab 4da bo'ldi-yu. Pijamada turibman dedi, non, suv berib, iltimos beringlar deyapman dedi. Shuni o'yladim. Er vafot etdi, joylar jannat bo'lsin. Shuni o'yladimki, mana investitsiya qilganda edi, chet el tomonga, globalni. Bu tizimlar bo'ldi, tushib ketdi, o'tda pul kelib turardi. Mulki bordi. Mulki bor. Aktivlar bor, kelib turardi. Endi qarang, Amerikada ham bir narsa bo'lishi mumkin deymiz. Amerikadagi kompaniyalar faqat Amerikada emas-ku, ular zavodlari chet elda. Bu yerda nimadir bo'lsa, zavod ishlaydi baribir. Ular ham aqlli, har xil joyga qilib qo'ygan. Ular diversifikatsiya qilib qo'ygan. Siz ularga investitsiya qilib qo'ysangiz bo'ldi, pulingiz diversifikatsiya qilingan hisoblanadi. Zo'rmi zo'r. Shunaqa nuqtai nazardan keyin eng men ko'p chet elda yurdik, sizdan kamdir. Lekin men siz ham sezasiz, qayerga borsak o'zbek xalq kutib oladi. O'sha yerdagi o'zbeklar juda ham ko'p pul topayotgan bo'ladi o'sha yerda. Aytamanki, eng mehnatkash pul topadigan xalq bizning xalq. Lekin shuni saqlab qolish bilmaydi. Saqlab qolib ko'paytirish o'rgansa, tasavvur qiling qanaqa boy xalq bo'ladi.
mana shuni beraylik. Topyapman, saqlab qololmayapman. Hoy havasim ko'p haligi. Wants bilan needs bor-ku. Needs ya'ni zaruratchilar bor. Pul qancha ko'p topsam, shuncha hoy havasim ko'payyapti deydi-da. O'sha disiplina, ilm, balkim ilm bo'lganda mana bunday qilishim kerak ekan. O'sha yo'qda. Maktabimiz o'rgatmadi pulni ko'paytirish ilmini. Litsey, institut yo'q, ota-onalar o'rgatmadi. Sizga bizga o'xshagan auditoriya mayli mana shu ilmni balkim biz bilan mana shu gapirishimiz ham rizqimizda. Kimdir shuni olib eshitsa, ko'paysa, bitta insight butun bir insonni hayotida yaxshi taqdirini ozgina o'zgartirish bo'lsa ham, xudo xohlasa kelajakda katta o'zgarishlarga olib keladi. Qarang, endi mana Amerikadagi qarindoshim trak haydar ekan. Oxirida aytdi menga shuni, men deydi, mana shu san'at sohasini o'zi Amerikada yashaydi. Biz Amerika investitsiya qilamiz. O'sha yerda turib investitsiya qilmaganda. Bu yerda O'zbekistonda topgan pulni mana shu yoqqa jo'natib uy qurdi. Oxirroq 500 minglik uchastka qurib qo'yibdi, xursand. Endi deydi, sog'lig'im yo'q deydi ishlashga. Pulim ham yo'q deydi. O'sha O'zbekistonga qaytib kelaman, nima qilaman deydi hozir. Mana eng noto'g'ri qarorda. Zo'r topdingiz o'z vaqtida, endi недвижимость qilib qo'ydingiz. Qani pul aylanib keladigan passiv daromad yo'q-ku. Cash flow yo'q. 15 yil. 15 yilda qancha pul qilsa bo'lardi? Kuch-quvvat ketdi. Xuddi shu Amerikada, xuddi shu Rossiyada, endi Rossiyadagi qora mehnat, mardikorlik qilib, boshqa qilib, mehnatda so'kish yeyishda boshqa orttirgani shu to'y bilan bitta leksiya bo'ladi-da. Yana qarzga kirib ketaveradi. Balkim o'sha paytda juda ko'p bizni kuzatadigan Koreyadan, Kanadadan, Yaponiyadan, Amerikadan pul topyapmiz, nima qilishimiz kerak? Qayerga chiqishimiz kerak? To'g'ri, biz ishonadigan nima kerak? Men nima uchun har xil spikerlarni chaqirishga ehtiyot bo'lamanki, oldin pichoni o'zim ko'rib ko'ring. Mana sizni o'g'limni o'qitib ko'rdim. Siz o'zi 1 yil oldin gaplashuvdik. Bugun ya'ni birovga bilmasdan haligi joiz, nojoiz bir narsalar noto'g'ri maslahat berib, to'g'ri yo'lga kirib ketadi. Sityoy marketologlar bor, Strauss House-ga o'xshaganlar bor, boshqalari bor. Pul to'lab chiqishni xohlaydi. Men aytaman, yo'q, qarab turing, ertaga sizni men pul to'lab chiqsam, sizni gapingizni infaktorda ko'rganman deb gapingizga kirib noto'g'ri narsa qo'ysa, u bizga ham nimasi bor-da. Shuning uchun demak, butun bu yerda orqa $500, balkim endi hozir $1000 topayotgan bo'lsa, chet elga borib ko'proq topyapti-yu. Shu boshqaruv deganda hamma xohlayotgan pulni boshqarsam. Pul meni emas, men pulimni boshqarsam deydi. Boshqaruv deganda nimani tushunasiz? Lekin to'g'ri aytasiz. Pul meni emas, men boshqaradi, lekin shuni noto'g'ri qiladi-da. Yana pulini boshqarib qoladi. Nima? Gran qatta. Boshqaruv deganda men avvalambor intizomni tushunaman. Intizom, ya'ni siz pulga muhtoj emasmisiz, demak siz pulni boshqarasiz. Siz emotsional xarajatlarga moyilmisiz? Mana xayolingizga $100,000 bersam nima qilasiz desa-yu odamga. Shu odam birinchi bo'lib tak bitta mashina olaman, qolganiga bitta uy to'lab qo'yaman desa, bo'ldi, bu demak u pul boshqarmayapti. Emotsional. Bo'ldi, demak bu unga pul faqat moliyaviy ehtiyojlarni ta'minlash, ya'ni uy, mashina olish uchun. Agar pulni boshqara oladigan insonga bersangiz 100 mingni, u shuni men million qilish qanaqa qilsam bo'lar ekan deb o'ylaydi. Mana bu pulni boshqaradigan inson. Intizomlik, unga pul kerak, u shu pulni ko'paytirish yo'lini biladi. Zo'r. Bo'lmasa bunaqa qilamiz. Men kecha o'sha Said Azam degan do'stimizdan bitta Excel'ni berdi, modeller qiladigan bir narsasi bor ekan, Ulug'bek G'ulomon olib, da yaxshi ekan, mana shuni bersak bo'ladi dedi. U do'stimizni ham chaqiramiz, o'zini instrumentini beradi. Siz bilan ham bo'lmasam o'sha aytdim, O'zbekiston sharoitida bugun endi baribir stereotip o'sha mashinadan недвижимостьga o'tdik. Недвижимостьmi, biznesmi, aksiyami. $1 million chiqishi mana hamma xohlaydi-yu, startoviy tochkaga qanaqa? Kimdadir bugun qo'lida $10,000 bor, kimdadir 0. Kimdadir qarzda. Bugun cash flow bor, kimdir qarzda. Oyma-oy topadigan, nima qiladigan oddiy instrumentlar bor. Excel'da balkim sizda ham bordir. O'shani berib o'rgataylik. Bolasiga bersin, maqsad qo'ysin. Ha, maqsad nimaga million topmoqchisan? Agar u ham aniq bo'lmasa, siz aytganda 50 ming, 100 mingdan keyin o'zi to'qsanadi. Почему degan savollar bor. Nima beradi? Xo'p, keyinchi, millionni topsin, keyinchi degan o'ziga yarasha balkim bir fikrlashchi, ilmini bersak yaxshimi deb o'ylayman. Do'stlar, bu efirni ochiq nimaga qo'yamiz? Agar haqiqatan ham 8-9 may kunlari men shundoq ham bepul dars beraman-ku, yo'q, shunday agar Rafkat akamni ham chaqirsangiz, bu temangiz qiziq ekan. Menga qiziq, kelsalar mana bu darsni qo'ysanglar zo'r bo'lardi desanglar, biznes egalarida bo'ladigan darsda yozinglar. Menga qiziq, chunki men o'zim bugun birinchi marta siz bilan suhbat qilyapman. Men bilamanki, bulardan o'rganadigan joyimiz ko'p. Mana shu instrumentni agar
haqiqatdan ham bersak, balkim kerak bo'lsa ochiq efirlarda ham men bilan suhbat qilamiz desak, niyatimiz faqat dars sotish emas. Ikkinchi masala, endi pulli darslarda o'ziga yarasha mas'uliyat, zal, tashkiliy masalalar bo'lganligi uchun pul to'lagan odam qadrlar ekanda ilmni. Bepul bir xil pulli bilimlarni bepul bersam ham prosmotr ekanda. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun buni, ya'ni o'zimiz shuni ichidan o'tganligimiz uchun albatta tavsiya qilaman biznes egalari uchun must-have bu darslar. Mana Murod akam, Umid akam, yana boshqa do'stlarimizni ham zo'rlarini chaqiraman. Qiziq bo'lsa yozinglar, nima mavzular qiziq bo'ladi. Biz xudo xolasa Rafkat akamni ham ilmlarini o'zimga ham qiziq, sizlarga ham olishamiz. Rafkat aka, qo'shimcha fikr nimalar bo'lsa gaplaringizni olamiz, shu bilan efirni keyin yakun yasatamiz. Tavsiyalaringizmi, xulosalaringizmi? Okey. Moliyaviy erkinlikka erishish muhimligi haqida. Ayting. Hunar egalari bor. Mayli biz boya aytdik, oylik oladiganlar bor, biznesmenlar bor, o'rtasida hunar egalari bor. Sartarosh, xirurg, advokat. Qarang-da, sartarosh mohir, usta, zo'r. Bitta odam deylik 800 ming olyapti sochini. Lekin moliyaviy erkin emasdi, chunki u hozir 2 haftaga chet elga chiqsa, qo'l haqi bo'lgani uchun to'xtaydi. Qachon moliyaviy erkinlikka erishgan bo'ladi, qachon shu topayotgan pulni to'g'ri joyga sarmoya qilsa, o'sha pul unga mana shu pulni qoplaydigan darajada kelsa-yu, ana shunda u xohlasa Turkiyaga borib yashasin, o'sha yerda ishni qilsin, xohlasa boshqa joyga, xohlasa ishlamasin. Passiv daromadda endi. Passiv daromad. O'shaning uchun aytaman, har bir kishi uchun pul topishni bilgan kishi uchun investitsiya qilish must have. Ilmi. Investitsiya qilish ilmi bo'lishi kerak. Shuni sizdan xudo xolasa ochamiz. Inshaalloh. Men ko'pincha hali o'zi qoyillatib aktiv daromad topmagan odamlar nima qilsam passiv daromad topsam degan ma'noda savol bersam, aytamanki, oldin passiv daromad topish uchun qoyillatib aktiv daromad topishimiz kerak. 20 yoshdan biza 25 mi, 30 mi, 35 mi topgan pulni orttirib qilsakkina passivga chiqamiz deymanda. Ishlamasdan shu passiv daromad topsam, qanaqasi unaqa fantastikaga men ishonmayman-da, yo bormi yo'llari? Yo'q, ishlamasa bo'lmaydi. Ya'ni passivga chiqish uchun baribir aktivdan o'tadimi inson? Chunki yo'l bor-da. Topgan pullaridan passiv daromad qilsa bo'ladi. Pul yo'q bo'lsa qatdan passiv daromad qilsa. Ya'ni otasidan million qolib ketgan bo'lsa bo'ladi. Yoki bank o'g'irlasa. Faqat shunaqa yo'l. Endi faqat biznes deb qaramaylikda aktiv topish. Oylik topayotgan odam ham aktiv topish deb o'ylaydigan bo'lsak. Mana misol uchun Jon Rid Amerikada benzin kolonkada farrosh. Tasavvur qiling, benzin kolonkada farrosh bo'lib ishlayapti. Oilaga mizerniy, lekin investitsiya qilib boryapti. $8 million aktivi bor. Vafot etdi endi 92 yoshda, lekin $8 million bordi, passiv daromad kelib turibdi. Farqi yo'q, shuning uchun qancha topishingiz, asosiysi saqlab qolganingiz sizniki. Shunaqa. Saqlab qolib uni ko'paytirsangiz, mana siz kapitalga ega inson bo'lasiz. Zo'r. Qarzdor odamlar ham chiqa oladimi, yo'qmi? Qarzdorlar hozir rosa ko'pda bizada. Variantlar, kreditlar, ipotekalar olgan qarzdorlar juda ko'p. Bu haqida ham alohida qilsak bo'ladi. Qarzdor ipoteka olgan, mashina olgan, qanaqa qilib chiqib ketish, investitsiya orqali chiqib ketish yo'llari bor. Tezroq qutulib, ham уже daromadga ega bo'ladi. Uni menimcha ommaga, agar men darslarni ko'rsak, ommaga bir ochiq bepul efir qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Ma'qulmi? Chunki men qarzdor insonlarga dars olayin deya olmayman, chunki o'zi qarzda yetim chidamaydi. Bir xil xohlaydi. Men aytaman, yo'q, bizning niyat dars sotish emas. Bizning niyat ilmga qarab yuraydi. Men o'zim ham qimmat darslarni sotib ola olmaganman. Bepullarni kuzatib o'zim shu odamga muxlis bo'lib, keyin pulli darsi bo'lsa ham olishim kerak deb tijoratimni 2 yil oldin mana shu loyihalarimizni qilishga bir $600 ming majburiyat yig'ilib qolgan edi. Keyin to'g'ri strategiya qilib shunga chiqdik. Sizni chaqirishimiz, biz o'sha 5 haftalik darslarimizni o'qiydigan odamlar o'zini hech bo'lmasa 25-30-yilga strategiyasi chiqsin degan niyatimiz bor. Strategiyani bir qismida nalog ham bor, strategiyani bir qismida pulini boshqaruv, shaxsiy tijorat, в том числе investitsiya temasi muhimda. Chunki o'zi to'g'ri investitsion strategiya qilsagina inson plusga chiqadi. Xursand bo'ldim, Rafkat aka. Azizlar, mavzu yoqqan bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar, izohlar. Biz ochiq efir qildik, o'zimizga o'sha kanalimizga bu efirni ulashamiz, shogirdlarimiz media planga qo'yishadi. Zo'r ekan, Rafkat akam bilan yana suhbat bo'lsin, yo men bu mavzular bizga qiziq, nima mavzu qiziq. Hammasini yozinglar, Rafkat aka kommentariyani ham ko'rasiz. Agar mavzular yaxshi bo'ladigan bo'lsa, aktivnostga qarab, xudo xolasa keyingi qadamlarimizni, xulosalarimizni qilamiz. Foydali bo'lsak, xalqimizga foydali bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Katta rahmat, vaqt ajratib kelganingiz uchun. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Shogirdlar, sizlarga ham rahmat. Baraka topinglar.
Rahmat.